Hurmatli kuzatuvchilarimiz, sizlar bilan Yahyo bo'lding. Hozir Toshkent viloyati Yangi bozordamiz. Xudo xolasa navbatdagi bir fayzli xonadonimizda termopanel ishlarini boshlab olganmiz. Faqat termopanelimizda terishdan avval sokul qismlari bitmagan ekan. Sokul qismlariga angren kafellardan terib yubordik. Uy egasini xohishiga ko'ra. Hozirgacha ishlar qoldi, hali tozalovlari bo'lgani yo'q. Devorimiz mana shu holatda, mana shu joylari chiqib ketgan. Hozirgacha xullas devor tekis terilmagan, lekin mana shu holatga imkoniyat tekis qilib termopanellarimizni ustunovka qilib beramiz. Termopanellarimiz ham yetib kelgan. Termopanellarimizda ko'pchilik biladi 3 sm ko'kak, oldi 1,5-2 sm tosh bo'ladi. Panellarimiz holati hozir tushirib qo'yganmiz. Bu ichki qismlari bilan to'liq hisoblaganda 2 kvadratdan ziyodroq. Devorlari bu yoqlar shlaka blok bo'lgan. Asosiy bu yoqdan qishda sovib ketar ekan, yozda ichi dim bo'lib isib ketyapti ekan. Shuning uchun ham ekonomishni ham tez bitadigan panel mahsulotlarimizdan tanlashibdi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib bitirib beramiz. Bunga mana shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Pastda nomerlar qoldiramiz. Hammaga rahmat.